O'zbekistonda dollar kursi yana tushdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 7-mayda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13,09 so'mga pastlab 12.924,92 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 52,33 so'mga tushib 14.620,67 so'm bo'ldi. Rubl kursi esa 1,21 so'mga ko'tarilib 159,94 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi 22,94 so'mga ko'tarilib 12.938,01 so'm bo'lgan edi. 2024-yilda so'm nominal kurs dollarga nisbatan 4,7% ga qadrsizlangan edi. 2023-yilda so'm AQSh valyutasiga nisbatan 9,7% ga, 2022-yilda esa 3,94% ga zaiflashgandi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.